Bu yerda kattini ko'tarish uchun shofni necha slov qilish kerak do'stlar? Kim biladi? Assalomu alaykum, sog'liginglar yaxshimi, tinchmisizlar? Svarchi do'stlar. Bizga o'xshab tirikchilikning orqasidan svarkani jicha-picha o'rganib olganlar va professional super svarchilar uylasizlar bittasini ko'rsataman. Super svarchilar diqqatiga. Bunaqa detal xullas. Talshina 60 mm. Buyog'i 100 mm. Qovurg'alari, bularda shoflari va katitlari va razmerlari endi ayon. Mana bitta katitning razmeri qanaqa bo'ladi? Katitni biladigan bo'lsanglar, 3 burchakda 2 bir xil yon tomon. Shu detalda mana bu yerda katitning razmeri qanaqa bo'ladi do'stlar? Iltimos bilganlar kommentariylarga chizib qo'yinglar. Men shaxsan riskovat qilmadim. Bu detalni svarka qilganim. Bu detal men tushunishimcha svarchiyni san'at senkasini yo ko'tarib yuboradi yo tushirib yuboradi. Men o'zim haqimda san'at senkam baland. Men bunaqa detal riskovat qilmayman svarka qilish. Tem bo'lib bunaqa условияda.